turlarga, turlarni bedor kunlarga ulagan mehribon nuri diydangiz Gulchehraxon onajonim uchun bo'lsin. Qani ketdik. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Onajonim, mehribonim, jannatim, dunyolarcha sevdim sizni. Bedor o'tkazgan kunlaringiz, tunlaringiz uchun rozi bo'ling. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ko'p yashang, baxtli bo'ling, muborak bo'lsin. Achoq qo'yasiz qizni. Bugundan boshlab xonadoningizga mehmon zero. Mehmon qizim yaxshi bor. Mehmon qizim yaxshi qol deya faqat orqalardan chiroyli niyatda va duoda bo'lasiz. Ana endi ikkinchi salomingiz esa bugundan boshlab sizni chin onajoningiz Gulnoraxon onajonim uchun bo'lsin. Qiz muborak bo'lsin jonim. Chin qushim, chin tepaga qo'ndi qushim, boshlarini sizga egib, sizga salom berdi qushim. Chin gulim, chinni gulim, chin bog'ga keldi gulim, boshlarini sizga egib, sizga salom berdi gulim, sizga salom berdi gulim. Ana endi qizimiz ikki onajon o'rtalariga turib olsinlar, ikki onajon o'rtalariga turib olsinlar. Men ikki onajondan shukrona niyatlarini eshitib